Tordaşlar yaxşımısızlar? Bugün mən şunda xoş oldum. Әттегенде жығылаштық нечimiz birleşip. Ondan keyin o bir xoşallık jığısı dep oylayman. Neçə gündün beri şu Abduveli Yasinning temisi üstüde behcek toxtaldım. Andan keyin Abduveli Buğraxan efendim özligidən izlep bu balının işini öz igidarçılık qılmaqçı bolğanlığını hem qılalaydiganlığını aytqan. Aytqan çağda mən naq meydanını ulapla özüm qaytadan sizə uray. Bunu bütün həmmədəm anlasın. Ərtö bu gapdan yeni bilib boltaman dep mən. Endi gapni rastını qısam, endi Şərq Türkistan'daki ben Bakani degan çağda voy bu bala acep bir po bilan chiqdi deb hammamiz savol qo'ygan bu balaga. Jimjit do'stlikqa mı qo'shmaganti men qisqasi. Lekin de ayrimxonamga ba'zan narsani ivatib qo'ysam ko'masga selib ko'zga ilmag'anim emas, ajab bir mushtumdek turib, ajab bir cho'ng so'zlab chiqdi bu bola deb turib o'ylagan. Lekin bu bola rost ega chiqdi. Rost ega chiqdi. Bugun atdigan ma bu bolani ivatib billa Abduveli Yasinning rasmini bundan keyin chiqarmaymiz deyishgan. Yangi rasmlarning hech qaysini shuning uchun ma bolani Abduveli Buğraxan o'rinlashtirib, ivatib bugun hal bo'ldi bu ish. Aldınғы haftalarda aş cuma günü degan izlab ketdik kepil bo'lgan odamni yolurib ketdim ba'zilarga. Yolurib ketdim. Lekin hech qanday odamdan Uyg'ur didordan chiqmadi kepil bo'lgan odam. En qisqasi suv chashdi desam bo'ladi. Voy Abduveli Buğra qilolmaydi. Qilmagancha biz qilaylik deb turib mingdan oshiq odam shundoq dedi. Mingdan oshiq. Lekin ben Abduveli Buğra'ga dedim, ben sizge Allah'tan dua kılımen, hem sizge işinimen, ama benim ümidim niyet koymafkam. Bek pokup gitimiz cuma, desem, voyya hatırcam bulun, ben kılıma dedim, kılıma dedi. Kepil olduğun Uygur'unu izlep baktı olma. Şunçilik izdendi izdengende. Allah guva şunçilik izdendi. Çıkları yeni aldı. Vay cuma günü işimiz yok. Battı. Düşenbe günü işimiz yok. Dep. Avazlarıma bak. Düşenbe günü gelgende hemmisi cimcit telefon it yok aldı. Yakşenbe günlükte. Yakşenbe günü keçtim başlap. Şunu olan Arlıqda anadaki bir Türkni çokum ivetime bir Uygur mu basun? Manda bir adamın yüzü buludu. Ama Uygur azraq mı neyim qımaydı gedep kaldı degenti. Şunu olan Uygurlardan avaz çıkmagan ekan. Ma bala 258 kilometr yiroqlikdan İstanbulga kelmadi degende. Ünümäme şeýge dep. Dep boýay saat 9 boldy. Kewatim dedi, yarım saat kaldı dedi. Ertesi düşenbe günlükte. O keldi o bala. Kilip analikin bazen becergidek işlerini becerip qandaq qilish to'g'risida u axborotni u yerlar kirdigan yerlarni ham rasmiyatlarini tugatib 4 parcha rasm kerak degan gapni biz unda hal bo'lib qoladi deb o'ylamagan. Shuning unda rasmiy kimliklarga tushadigan o'lchamlik rasm tayyorlamaganligimiz uchun andan keyin bir kun kechiktirilib bugungi kunlikda chiqdi. Әттегенде у балны ашу билле қонды ашу өйдә билле ашу Абдувели Ясинның енді қонды. Қонып, еліп, әттегене чайны ішчеп, анан декен апырып, ашу тызым залыда маңа ашта нем қылды. Қағанты азыр бірдәм декен чақыртып әкір кетеді. Kichik imtihan ba. Bugün şunda xoşal qopuptu Abduveli Yasin. Chiroyli pokiz yasab, o kimdi bu deb akiltib ketadi dexe. Başqa aldın xabar qilgan balla. Chiroyli kiyimlarni kiygizib qilgan ekan. Kimdi bu? Kimning balasidir deb xoşal ketdi ekan u. Shuning bilan akir ketdi dedi. Analiga birozdan keyin chaqirdi. Videolıq chaqirtib
Bundan soraydigan suallarımız var. Bulamdı dep, he dep. Şundan keyin sual so'rashni boshlab, Uyg'ur ekanligiga isbot bo'lishi kerak gap. Uyg'urmi zodi deb. Ota-onasining ismini so'radi. Andan keyin nereden kelding deb xaritini ko'rsatib, desa, men bu yerdan keldim deb. Mau Çinning yeri, mau mening yurtim deb turib, andan keyin nima tamoq etadi Uyg'urlar desa, men polonni yaxshi ko'raman deb. Aşındaq javoblar bilan tasdiqlanib, andan keyin qo'liga faqatli bir kimlikka erishmagan bir insonning Turkiyada bugun nomeri bo'ldi. Nomeri bo'ldi. Shunchalik yig'ladik biz do'stlar ara. Shunchalik yig'ladik. Lekin Abduveli Buğraga shunchalik xo'shal bo'ldim. Duolarni qildim. Ham men dedim, uch qashqari deyman. Buningdan keyin siz to'g'riliq qasha har qanday yerda bo'lsa men cho'qim ma odam ma ishni hal qilganti deb cho'qim sahib chiqib deyman dedim. Po atmidi dedim. Rast po atmidi. Ay inchiklik bilan hal qildi ha. Ma bo'lmasa ma bu, ma bo'lmasa aniz deb, a bo'lmasa maniz deb, a partiyani deb, b partiyani deb oshunchalik darajada izdanib turib hal qildi mush ishni. Ondan keyin bugun bank kart bijirdiganni, ondan keyin yana boshqa ishlarni qildi. Atatigan doktorxonaga olib ondan keyin 24-yillarga nerv kasalliklar doktoridan vaqt elib 24-yillarga o berib ko'ringil bo'lmaydi ekan. Mushu oyning 24-kuni vaqt berdi. Shuni uqtadi abaydim menga. Vaqt berdi hada ondan keyin shu kuni mush bola billa bordi ekan. Boshqa ishlarning hammasini ratlab berman. Bir hafta turib rasmiyatlarni bejirib berman deb boshlaq dedi. Oy tünüğümü o balı yitip gelgen çağda oy ama şu odul neyim kısak közlük yaş. Asli Türkiye tuprağı bunda kılış gerekti bu balığa dep. Ya biz yolunu tapamaptımız dedim. Yolunu tapamaptımız. Qo'shiq to'ysi oldu degandekli bir ish bo'libdi, lekin yo'lni topolmabdimiz. Sen yo'lni tepmading desam, shu bu Abduveli Buğra ham baqan deb turib so'zlaydi ekan, hurmat qilib turib so'zlaydi ekan. Xudoya, ashta qilib shuning o'rinlashtirishi, shuning qerindishi, Uyg'urlar bizning qerindishimiz tursa deb turib, shunday deb qo'ydi. U yig'lab, men yig'lab degandek. Men pek yig'langu bu jihatda. Asallah. Şu bugün maşında deb ketdim, senden Allah razı olsun. Men shunchalik duo qilaman sana deb ketdim. Çünkü birden bir tuncu gün anın xoşallığı Abduveli yazsınlarmı? Açtığı şunçilik xoşallığı degan so'lay xaltının plastik xaltının içine selib aptı. Aşındaq. Anadaki jiq balalar dedinglar, bu balığı işengil olamdı deb. Qo'liga nas isbot tursa, naslar chiqib bo'lgan tursa, bugun bijirdigan yerlarni bijirib, doktorxonaga kirib alga oldirib, anadaki suydik yo'linikiga nomer olib qo'yib qildi. Nimaga ishonmaydi yeri bor? Menga shu necha kun oldida oymush Abduveli Buğra sizni qo'yibetmisin? Abonni qo'yibasiz-chu degandi. Voy, uning qo'ygidek nimasi bor, mening qo'ygidek nimam bor dedim. Men Yevropada tursam dedim. Bunun içinde nerede bir ne pulun meselesi var dedim. Bu bir. Anandan keyin men mushu Abduveli Buğra xonga degandim. Bu ko'ngan yerdan midirlab ketmasin Abduveli ukam. Bu endi mush Anqarada so'rashtirib yuramsiz desam, Anqarada so'rab yurmayman da. Men nima yesam shuni yeydi. Haqiqat hal qilinmagan vaqtida Anqaraga ketmay amalim yo'q. Men o'zim borsam mashinada o'ltirg'izib tekshirsimi men uyga chiqaman degandi. Lekin amal bormish Istanbulda bo'lgan bo'lsa, chunki ko'ngan ya dedim. Hozir hamda bir beqish topdi avvala. Nachar muomalada emas, ko'nglining royiga beqib ish qilaydi demada deb turib Osmonjon ashtadi. Voy rahmat ukam dedim. Anandan keyin men
Bunundan keyin dedim o Abduveli Buğra'nın çapını götürmen dep ballarımı depti. Memme çapını götürme. Uygurnu söylemeyen adam dava kılamaydı. Anadaki cıkla dedi. Vay bu bakan dedi özüne dep. Hey, abaytın aşınaq cevap verdim netisiga. Bakan degen bolsa, Xitay mening tuprug'im dep besib bilib qo'ngini besib yatdi vatanni. Vay bir tashkilot qurib, vay men achi bechi desa, qolganlar nima sakrimaysa, xoyinlar falan satqanlarga, beshtin xotini varga, abbash yer uyi var, o falan dokunu varlar nima sakrimaysa deb javob berdim abaydan. Abaydan aşınaq javob berdim. Bundan keyin aşınaq javob berman. Başka işi ben yok. Lekin ma işte Abduveli Buğrahan alaydı bir küçüdü. Alaydı küçüdü. İnsandak yaşatış üçün, mabalını davaltış üçün alaydı küçüdü. Köptün köp rahmet etdim ben. Anadkin eylak Türk balığıma şunçilik rahmet ettim. Bir insanga igi çıktı. Bu ölüp kesimi bir igisi yok. Birden bokkalı numara olmagan ki Türkiye'ninki. Hem de ras Abduveli Yasin boldu bu. Hem numara ba. Kırgızıl çıkıdığan mandak boldu. Dep durup şunçilik hoş buldum. Şu Abduveli Buğraxan'ın üstündeki gap mav boldu. Men muşununğa ispat bola alayman. Avazları ba. Mav Abdülyasın. Vay men doktorxana sağ tursam. Hada men barmayman doktorxanga dep ketkendi. Alaqı aldap saldap apirish degan narsaga royiga beqib ish qilaylarda deb turib dedi. Sağ benim saklamın ki salımsın doktor. Cemil sağ benim saklamın ki salımsın doktorxana demiş kanı doktorxana barmayman. Bir bağım sağ ya ki doktorxana bağım yok mu? Aşın aldap saldap yürüp apadı. Yetelep apadı. Anandan keyin tünögün mü bir singlim bana telefon qildi. Muşu balığı bir yardımda bolgan bolsam, başka iş kılamasam, azırak olsun iqtisadi yardım qilgan bolsam degendi. Men hech kimning pulini tutmayman. Hem bu işte bir pul yig'digan ish emas. Lekin men ash qaraydigan odamga u bu cho'pchong odamni qarash tez. Bo'libmi suydiq yo'li degandek ishlar bo'lyotidi. Kirlarni yuvib berib, analik u uyning ijarasi u bu deb oylik maviy al degani 500 lira berəmişkən, anadakın vay doktorxanga nim qıqıcıqar biz qandaq birim boz qılımız dep dikən, mən onun bilan işim yo'q. Müşkni baqqanның ornida mındaq birini tashlab qo'yishning ki qat'i. Endi ko'zgimi ilmayman, eliq da'vogar degan uchun Turkiyadagi har qandaq poqqusaq, cho'shqilarninkiga men dedim-ku, burundan beri bularning tamığı esib etgandim. Endi texmichu mushundaqli gangyin besib etdim. Bularda insonparvarlik, insonlik emas, Uyg'ur u bu nima yo'q ki. Endi shu dedim-ku, Turkiyada asl davo yo'q. Yo'lni tepib turib, o'zingizning haq huquqini qo'g'disangiz, normal bir narsalarni bejirishga izdansangiz, o'zingiz yo'l topa oladi ekansiz. Bu bola ojiz bo'lgandan keyin amal yo'q. Midrashga to'g'ri keldi. Bundan keyin texmo mushuning ko'ydi bo'lamiz. Mushu Norvegiyadan bir singlim telefon qilibdi ekan menga. Mush bolaga biroz iqtisodiyatdan yordam bergan bo'lsak deb men pul tutmayman dedim. Lekin shu boqquchi bolaga cho'qim o'zining mush qanchalik uzoq vaqt mushning oldidan xabar olsa, keyin ma kasallikka 6 oyni bir muhlat qildik. Mush 6 oy jarayonida mush oldidan xabar olgan bolaga cho'qim bir maoshini berib, aşının koyudul buluş, kırkatlarını yiyip beriş deganlarga, uy ijarasini bo'lgandan keyin, anandaki doktorxonada yatqanda mayliqqa hech kim yo'qlab bormay, anda holat bo'lsa ko'ngli bir xil bo'ladi. Anandaki yana birisi o'zi tonigan, o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan birga unda paranglashib fursati bo'ladi deb turib doktormi debdi. Shuningga shu qarag'uvchiga cho'qim bir oyda ma'lum bir nimada bo'layli dedik. Men bosh bo'lib boshladim. Yani başka balalarım ovoz qo'shimizada biz tayyor deb turib Shvetsiyadan bir inim mashlaq dedi. Men har oyda bunchalik yordam qilgan bo'lsam deb turib. Karta bejirilib bo'lsa, o'zininki hamda men
o bu narsalarni do'konlardan olib kirsam, jiqaroq olib qo'ysam, ko'nglim nima bo'lmadi deb Osmonjon shundoq dedi. İşte öz rayığı bekip nimi yigis kelsa yeb, shundoq shaklda qilayli deb dedim. Anandan keyin ma Osmonjon bilanmi o'zi bilan paranglashib, cho'qim mushtaq nim qilamiz. O'zinglar endi shu qaysimiz navbat kelsa bir oylik chiqimini ko'tarib qilayli. O Osmonjonning o'zining shaxsiy tuqqun emas, hammamizning qarindishi. Vatanga hech nima qilolmaymiz. Vatanning sirtida bir ojizga yordamda bo'layli. O'rnidan turib ketsin, o'zining ojizini o'zi chiqa oladigan bo'lsinmi, Xudoning bergini. Ashumi bir inson, ashumi bir aziz, bir azizning o'ylab beqilgan bir oilaning aziz bolasi. Bir sirtlarga chiqara oladigan oila degan shu nimalarni umid qilib turib sirtga chiqaradi chet elga. O'ylab beqinglar, nimalarni ko'rdi, uni o'ylab beqinglar. Bundan keyin hukumatga aniga oldirib qo'ydi, abaytimi berib, bu balninki boshqa ishlariga hukumat ma'lum o'rinlardan ega chiqadiganligi, endi doktorni davolatishni amal vaqtsiz bo'ladi dedi. Uni o'qimadik. Onu o yerga nima qilmadik 24-yillar nevrinikini ko'rsatdi, atilikka suydiq yo'lnikini tekshirtdi. Bunda masala. Anandan keyin o'ylab beqinglar, mushu Abduvali Bug'raxonnikiga nisbatan bog'u men izchilligi yaxshi gap buningki tinmay mit quribdak keynidil bo'ldi mush ishninki. Keynidil bo'ldi. Shu hukumatga, oq partiyaga mundaq qilib, mundaq bo'ldi. Ovoz degan ivatyotdi menga. Ba'zilar turklar tez so'zni anglab tushunib bo'lmagan vaqtdami men shuni qayt anglab turib, mundaq bo'pti. Buningga mundaq sotsialdan mundaq qildiganga amal qilayli deb degan partiyaning odamlari, mush ovozlarning hammasi menda bor. Anandan keyin o'ylab qoldim. Mush ishda hammamiz teng harakatlanayli. Mush qo'llagan, madad bergan bolalarga sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Men sizlardan shunda suyundim jonlarim, inilarim, singillarim, aka-adalarim. Anandan keyin mush bolaning ko'yida bo'layli. Boshqa ish qilolmasakmi, mush ishda bo'layli. Cho'qim saqayib ketadiganiga ishinaman. Bu bir unchavala ig'ir shakldagilar emas. Elaqa men bultur va'da berib, yo'qab ketgan 5 keramliklar sizlardan bek numus qildim ey. Shu necha kundan beri burungi va'dalaringlarni yozgan bir narsa ovozlaringlarni qaytadan bir anglab yiqib, inson sizlardek bo'lamdi dedim. Shu degan doktor qalpig'i yana bir bilan kiyib olgan o cho'shqidek mushunda bo'lib ketganlaringlar da'vat bu. Elaqa Tulxotillarningki yurganinglar bilan ma ojizga asli yugrab yurib musulmonligingni ifodalasang bo'ladi, uyg'urligingni ifodalasang bo'ladi. Hamma narsangni ifodalasang bo'ladi. Uyg'urligingni bildim. Vahshiy uyg'ur ekansa, voy. Aslida talash tortish buning bizlarga navbatga emaslik kerakdi aslida. Bichani mana 13-yillar qilmoqchidi mana. 13 gün ilgari tugatdi ishni. Oxirgi ishlarini hukumat orqali o'rinlashtirib qildi. Turkiyada qilinmaydigan ish yo'q, faqat yo'lni izdansangiz bo'ladi ekan. Faqat yo'lni izdansangiz. Boshqa odamga siz qopib shu pasport setib olish, vatandoshlik setib olish u bo'lni qilgacha yana bir ishni chekib yiqing. Mush Abduvali Bug'raxonni izlasanglar bo'ladi ekan. Qilinmagan ishinglarni-chu man qanday qilamiz deb. Voy pul bering demaydi ekan, hech kimdan pul olmadi. O pul ketadigan ish bo'lmasa bu deb ashaq dedi menga. Voy necha xotiningiz bor sizni? Voy bir naram beqvasamada. Bir xotin, meni unda necha xotinim yo'q demadi. Menda qalandadan necha xotin bo'lamdi deb deganda kulib ketdim. Shu degan ayni gaplari. O'ylab beqinglar. Eliq ko'zga ilmagandek qilgan bilan eski chapanning ichida arva deydi-ku, rasmiy shunday isbotlab berdi. Eliq olchang deb ishdan patmay, eliq telefon ursam degan, eliq bo'lamay ketgan, ko'pchib ketganlar. Allah, yuzimga qanchalik shapaloq tekkandi dedim. Ey, ishplaslar,
ağzından kan kete, qo'nglaringdan eqib kete, aş tapqan, haramdan tapqan, Uyg'urni setib tapqan pullarыңlar dedim. Oşundaq tiledim. Tünögün mən yatqıçım şunda tillep ketkendim. Allah mən balam üçün tilemedim. Özüm üçün tilemedim. Ulu Xuda muşu bir acizning bir dümbüs aptap görgen basa Ulu Xuda dep ketkendim. İşplaslarınkiga Ulu Allah haqqasınga Allah kupayı. Muşu acizni silkigen, urgan anandikin her xil işlerini qilganlarga Allah balayыңlarni bersin. Men Abduveli Buğraga bundan keyin naydı pozitif qarayman. Bu ras insonka bu. Elə bir hech qanday xapımı bo'lmaydi ekan. Qayt eldan qana bo'ldi. Nim bo'ldi? Nim bo'lyotdi? Aş so'rab to'yg'izvetdim desam ishinglar ha. Aveylik Türk balığım şu qanda bo'lib ketdi. Voy men jiddiylashib ketib borman. O kirkitib chiqmaydi o deb degan shunda qilib ketgandim. Shunchalik xushxo'ylik bilan insonligini ifodaladi. O'yliq cho'ng so'zlab po etib ketganlaringlarga Türkiye'de dava yo'q bilan aslida Uyg'urga azroq olsun yordam qilish fursatlar bor. Endi Abduveli Buğraga deydi o'ylayapman. Ma balning ish tugandan keyin bo'libmi alaydi kasallik bo'lgan bolalarniki davolanishga imtiyoz yo'q, dori elishga hukumatdan haqsiz dori elish mushtaq narsaga qanday qilamiz degan ustida anadikin deyishima ma bir hafta ma balni doktorxonaning o bu rasmiyatlar hamiz tugishiga anadiki shu ishni deyishay dedim. Bu degan turkning cho'ng nelerini to'naydi ekan. Endi men qaradi olmagan ekan. Bu rast bir nima qila olaydi ekan vallah. Elaqe bir chaqlarda voy bu qo'ymichi, oqchi, ko'kchi deganda men so'rab baqandim, nima shu bunda deydi desam, burun billa so'di qilganlar. Foydani teng bo'lishidi ekan, ziyon kelgancha chidamaydi ekan, ish qilib ajoyib bir ishlar bo'lib ketgan dedi. Shu javobini oldim. Ondan keyin ko'rdinglar, talada yurgan Abduveli Yasin, yillarcha hech nimasi yo'q Abduveli Yasin. Bir Türkiye'de turuşluk bir numara yok. Abduveli Yasin bugün numarlık oldu. Bir yarım ay içinde AK kartının özünü nem kılıdı. Hazır bir yarım ay geçe onun için kep oldu. Mavu aşı bir numara var. Aşının banka basımı şu doktorxanda yazsımı şu dep durup şunçilik bir hoşallık bilen aşı becergüçü aşı o'rinning odamlari bilan ko'rishib qildik. Mushunda vaqt bo'linglar. Ma yanda ağladan xabar aldıqalını çoxum biz yardımcı bo'laylik deb o'yladim. Andan keyin yaqin do'stlar bilan deyishdik. Biz unda pul yig'ib qilmaymiz. Har kim ma ayni men ko'tiray desa, aşı qisi bo'ladi. Bu onunla doq qilib, buningdan nim qilib, voy o ma'rif jamiyati xapib qoladi. Shuning uchun ma vatandoshligimizni berib turolmaydigan bo'ldik, palonchi xapib qoldi. Namas qilsangchi, ey, namas qilsangchi. Shu Abduveli Buğraxon, men sizga ko'pdan ko'p duo qilaman. Rahmat sizga. Yeningizda yordam bo'lgan shu turk qarindoshlarimizga rahmatimizni bildirib qo'ying. Duolarimiz siz bilan birga. Rahmat sizlarga.